El Clasicoga sanoqli kunlar qoldi. Barsachilarning jag'ini ocholmaydigan qilib qo'yadigan faktlarni aytishimdan oldin Madrid Inside'ga obuna bo'lib qo'ying. O'zaro umumiy o'yinlarda Real 105 marta yutgan, Barsada esa 104 marta. El Clasicolarda Real jami 437 ta, Barsa esa 431 ta gol urgan. 15 ta kubokni aytib o'tirmayman. Real Madridning umumiy 8 ta futbolchisi oltin to'p yutgan, Barsaning esa 6 ta futbolchisi. Real Madrid yiliga o'rtacha 1 milliard yevro ishlab topadi, Barsa esa 850 million atrofida. Real Madrid krizisga uchrasa ham hech qachon Barsaga o'xshab LGBTni qo'llamaydi. Real Madridning umumiy boyligi 6,6 milliard yevro, Barselonaniki esa 5,5 milliard. La Ligani Madrid 36 marta yutgan, Barsa esa endi 27 marta. Real 9 yil kutib tursa, Barsa yetib olishi mumkin. Klublar o'rtasidagi jahon chempionatida Real 5 marta g'olib chiqqan, Barselona esa 3 marta. Yilning eng yaxshi klubi sovrinini Real 6 marta qo'lga kiritgan, Barsa esa 3 marta xolos. Klublar tashkil topganidan beri Real jami 106 ta sovrin yutgan, Barsada esa 100 ta. Barselona muxlislari ko'ngilni cho'ktirmang. Axir sizlar treble yutgansizlar. El Clasiconi televizorda ko'rishga imkon bo'lmasa, profilimiz opsiyasida ko'rsatilgan Telegram kanaliga qo'shiling. Biz Realning barcha o'yinlarini jonli efirda namoyish etamiz.